Assalomu alaykum, hurmatli Premium Pro hamkorlari, Premium Pro liderlari, Premium Pro ustozlari. Bugun 2026-yil 28-mart sanasi sizlar bilan onlayn ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Mana kechagi bo'lgan kunizdagi voqealar yanada bizning komandamizni, Premium Pro hamkorlarini yanada kuchliroq, yanada bilimliroq bo'lishga sabab bo'ldi. Sababi mana ko'rib turganingizdek mevali daraxtga tosh otiladi. Bunaqa holat ustozimizga nisbatan avval ham bo'lgan, bundan keyin ham bo'ladi. Kecha bo'lgan voqeada bu tekinga reklama. Yanada bizni rivojlanishimiz, yanada bizni jipslashimizga sabab bo'ldi. Shuning uchun hurmatli liderlar, hech qachon bunaqa o'zi ishlolmagan, o'zi bilim ololmagan insonlarga hech qachon biz quloq solmaymiz. Chunki kompaniyaga kelib mana Allohga shukr 4 yil bo'lgan bo'lsa, hali ustozlarimizni bizga nisbatan birorta nohaqligini ko'rganimiz yo'q. Chunki ustozlarimiz insonlarga biznes ko'zi bilan emas, insoniylik ko'zi bilan qarashadi. Shuning uchun hurmatli liderlar, e'tibor bering, 4 yil oldin qanaqa holat edi, hozir 4 yildan keyin qancha insonlarning hayoti 180 gradusga o'zgardi. Ya'ni moliyaviy erkin insonlar paydo bo'ldi oramizda. Siz ishlolmagan, o'zini ustida ishlolmagan, bilim ololmagan, uddalay olmagan insonlarning gapiga hech qachon quloq solmang. Shuning uchun hurmatli liderlar, kuch birlikda, biz birgalikda barcha muvaffaqiyatlarni egallaymiz. Barchangizga omad, barchangizni yaxshi ko'ramiz. Hammamiz Alloh taolo nasib qilsin mana shu kompaniyada maksimum aksionerlar darajasiga chiqish biz sizlar bilan birgamiz.